ko'pchilik shu savollarga yiqilib qolyapti. Buning sababi esa shu svetoforda ushbu tarmoq, ya'ni chap tomonga harakatlanish uchun qo'shimcha tarmoq o'chirilgan, ya'ni chapga yuradigan transport vositalari. Assalomu alaykum. Men Ilhomjon Jo'rayev. Ko'p yildan beri avtoinstruktor bo'lib ishlayman. Hozir sizlar bilan eng imtihonda ko'p o'quvchilarni yiqitayotgan savollardan eng og'irlikli nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu savollar quyidagicha. Ya'ni svetoforning qo'shimcha tarmog'i haqida gaplashamiz. Ushbu tarmoqni bilish orqali bir-biriga o'xshash shakli, savollarning variantlari bir-biriga o'ta yaqin. Shu yaqinlikda orqasida o'quvchilar ko'pchilik shu savollarga yiqilib qolyapti. Misol uchun, qo'shimcha tarmoqlar barchasi yonganda barcha transport vositalariga harakat ruxsat beradi. Ushbu savollarning eng asosiy yuragi, ya'ni mohiyati qayerda deydigan bo'lsak, shu svetoforda. Ya'ni ushbu svetofor qo'shimcha tarmog'i barchasi yonayotganligi uchun barcha transport vositalariga ruxsat etiladi. Ushbu savol qaysi transport vositalariga harakat ruxsat etilgan deyiladi. Barcha transport vositalari to'g'ri chiqadi. Hop, keyingi savolda esa ruxsat etilgan transport vositalarini toping deydigan bo'lsak, bu joyda qizil bilan sariqqa ruxsat etiladi. Buning sababi esa ushbu tarmoq, ya'ni chap tomonga harakatlanish uchun qo'shimcha tarmoq o'chirilgan, ya'ni chapga yuradigan transport vositalari, tramvay va avtomobil, ko'k avtomobil harakatga ruxsat berilmaydi. Ya'ni shu savollarning davomi, ya'ni 3-savolga kelamiz. Ushbu savolda ruxsat etilgan transport vositalarini toping deydigan bo'lsak, bu holatda ko'k va yashil transport vositalariga harakat ruxsat etilgan. O'ng tomonga harakatlanadigan transport vositalariga harakat ruxsat etilmagan. Buning sababi esa o'ngga harakatlanish uchun qo'shimcha tarmoq o'chirilgan. Bularga mototsikl va tramvayga harakat yo'q. Ruxsat etilgan ko'k va yashil transport vositalariga. Shunga o'xshagan savollar sizni ham qiynayaptimi? Kommentariyada bizga u savollarni yuboring. Imkon qadar sizga ushbu savollarni egzaklari bilan oddiy usulda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avtotest imtihonlarida bitta urinishda o'tib oling. Bizni kuzatishda davom eting. Ushbu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube sahifamga obuna bo'ling.